Assalomu alaykum. Bugun 6-mart 12:01 Agency'da tarixiy kun. Bir vaqtning o'zida bitta samolyotda 82 nafar talabalarimizni Janubiy Koreya davlatiga kuzatyapmiz. Ma'lumot o'rnida bugungacha 20 ta talabalarimiz Janubiy Koreya davlatiga yetib borib, joylashib ham bo'lgan. Va bu hali hammasi emas. 9-mart kuni yana bir qancha talabalarni kuzatish arafasidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. 12:01 Agency maqsad sari birgalikda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kuzatgan chiqdinglar endi. O'g'limi Mirzajon Faxrizor deydi. Onasiman. Assalomu alaykum. Kim kuzatgan chiqdingiz endi? O'g'limni Koreyaga jo'natyapmiz. Xursandmiz. Nevarami? Mirzaxonni. Koreya davlatiga o'qishga ketyapti. O'qishga ketyapti. Kim kuzatgan Men chiqdi? eng katta nevaramni kuzatgan chiqdi. Andijonda. Andijonda. Kimsiz ketyapti? Akam ketyapti. Akangiz ketyapti. Jiyanimizda. Jiyaningiz. Yolg'iz o'g'likam, yolg'iz farzandini kuzatgani chiqdik. O'g'limni kuzatgani chiqdim. Endi qanaqa his-hayajon o'tardi, xursandchilik. Avvalambor omadlarini bersin, eson-omon borishib olsin. Kim kuzatgan chiqyapsiz endi? Nabiramiz. Nabirangiz. O'g'limni kuzatgani chiqdi. Kayfiyatlar qanaqa bo'lyapti? Kim kuzatgan chiqdi? Oliy darajada o'g'limizni 12:01 Agency orqali farzandingiz Koreyaga ketyaptimi? Koreyaga ketyapti o'qishga, xudo xohlasa. Sizdan qanaqa hayajonlar o'tyapti? Aytib o'tiraman. Hozirda sog'inch bormi? Borda va Hayajon. Hozirda o'zi bittagina o'zi. Ana shuning uchun ham bo'lyapti. Qanaqa his-hayajonlar o'tyapti? yana hayajonda bir chek yo'q. Nimaga siz shu chidamagan bo'lsa shu yerda taksida kelsa bo'lardi. Biz chidamaganligimizdan o'zimiz keldik. Qanaqa hayajonlar o'tyapti? Baribir. Hayajonda endi Danagidan mag'zi shirin nabirani kuzatish. dadasini ham sher o'tirib turdi deb men o'zim keldim-da shunaqa. Voy, hayajonlar rosa kuchli. Hozirdan sog'inyapmiz. Jiyana farzanddek. Albatta. Qanaqa hayajonlar o'tyapti? O'g'llarini omadini bersin, tanijonlari sog' bo'lsin. Hozirdan qanaqa bo'lyapti endi? Singil boshqacha ko'radi baribir akasini. Boshqacha kayfiyat. Bir yilda bunaqa bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Oldi, yaxshi ketyapti. Hammaga tavsiya qilamiz o'qishini. Xursandchilik va xohlasa mana o'zlari harakatlari bilan imtihonlarda yaxshi natijalarga erishib mana shu kunlarga yetib keldi. Buni biz orzu qilib kutganmiz. Ming bor haligi bularning tashkilotchilariga ming bor rahmat aytamiz. Hamma birali tashkilotchilar ham juda ham bir yaxshi, yuqori darajada bu yerda tushuntirishlar ham juda oddiy, sodda qilib tushuntirilyapti. Hammalariga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Katta rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat katta. Qaytib kelgandan keyin qanaqa tasavvur qilyapsiz farzandingizni? Qaytib kelgandan keyin endi musofir yurtni ko'radi, yana ham ulg'ayadi, dunyoqarashi kengayadi. Shunaqa tasavvur qilyapman men. Tajribali bo'lib qaytib keladi. Tajribali bo'lib qaytib keladi, vatanning qadriga yetadi. Hozirdan Baribir o'sishi bo'ladi, chetga chiqqan farzandlarda baribir. O'ziga mustaqil bo'ladi, mustaqil hayotga qadam qo'yishyapti baribir bular shu. Koreyadan qaytgandan keyin qanaqa tasavvur qilasiz farzandingiz? Ulg'aygan bo'ladi baribir, boshqacha dunyoqarashga ega bo'ladi. Endi menga yaxshi yursa bo'ldi. Sog' salomat bo'lsin ham muhimi. Xudo xohlasa oliy ma'lumotli bo'lib. Niyatiga yetdi, birinchi bo'lib niyatiga yetdi. Jo'natganlarga ham rahmat. Hamisha xursandchilikda 3 yildan keyin xursandchilikda kutib olaylik shunaqa, bunaqa tasavvur qilib bo'lmaydi. Qanaqa bo'lib qaytib kelishini tasavvur qilyapsiz? 3 yildan keyin baribir boshqacha ulg'aygan bo'ladi. Hozirdan sog'inayotgandirsiz o'zi. Voy, bu yig'laveraman, bu yog'ida tasavvur qila olmayman. Birinchi farzandimni tasavvur qila olmayman. Endi Alloh yo'lini bersa, omadini bersa, shu yoshlarni o'sha chetga chiqib bilimni olishsa yaxshi bo'ladi-da. Biz o'zimiz ham o'qiyapmiz, shuning uchun yuribmiz. Alloh nasib qilsin. Agentство yaxshi, menga yoqdi. Nimaga deganda o'sha yugur yo'q ekan. O'zingizlar sizlar Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shunchalik hamma narsani tayyorlab berdinglar. Endi bularni o'zi mustaqil o'zi o'shada bu hayotiga
yo'llab qo'ysalar sizlarni Alloh razı bo'lsin. Qanaqa hayajonlar o'tyapti? O'zi 1 yil oldin o'g'limni chet davlatda o'qitaman degan fikrlar o'tganmidi? Intervyu beraman aeroportda. Albatta. Inshaalloh niyatlarimizga yetdik. Yaxshi niyatlarimizga Allohim yetkazdi. Xudoga shukr. Behisob shukr. Hammalarga rahmat. Shu darajaga yetib kelishni sizlarni hisslar ham katta. O'z o'ylaganmidingiz hech 1 yil oldin shu aeroportda turib intervyu beraman, farzandim Koreyaga jo'nataman. Koreyaga kuzataman, chet davlatida o'qitaman. O'ylamagandik-ku, niyat qilgandik omonlik kelgan. Iloyim ko'plar qatorida borib kelsin. O'ylaganman, lekin intervyu beraman deb, lekin bir kun kelash aeroportda o'g'limni qaysidir davlatga jo'nataman deb o'ylaganman, chunki o'zi yoshligidan orzu qilgan. Mana orzusiga yetdi. Allohga shukr, mana ketishyapti. Omadlarini bersin hammani farzandlarini Allohim. O'qiyman deganlarga Alloh yetkazsin, o'qib yurtimizga naf tegadigan farzandlar bo'lsin ilohim. Sog' salomat yetib olsin. Rahmat shu 201 xodimlariga ham rahmat, sog' bo'lsin. Rahmat katta. Omadlarini Parvozingiz bersin. salomat o'tib olsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Qanaqa tasavvurlar o'tyapti? O'zi mana Hayajondaman, judayam hayajondaman. Chunki boshqa bolam. birinchi farzandingiz Boshqa demak. 3 yildan keyin farzandingiz qaytib kelib, yoningizga qaytib kelganda qanaqa tasavvur qilasiz? Ulg'aygan bo'ladi, baribir boshqacha salobatli bo'lar. Ilohim qaytib kelganda bitta mani emas, sizlarni ham yuzlaring yorug' qilsin. O'zbekiston yuzini yorug' qilsin. Ilohim biz xohlaganda farzand bo'lib qaytib kelishsin. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar zo'r. Bitta qilib aytganda behisob shukr shunaqa kunlarga erishganimizga. Koreyada ko'rishguncha. Birinchi marta samolyotga chiqishlar? Meniki 5-chisi. 5-chisi, o charchamay. Hayajonlar zo'r. Xudoga shukr 1201 agensiya orqali topshirdik. Vizamiz 20 kun 19 kun deganda chiqdi. Boshqa do'stlaringizga ham 1201 agencyani tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Tavsiya qilaman. Koreyaga borgandan keyin birinchi qiladigan ishlar nima bo'ladi? Men birinchi qiladigan ishim o'sha blog boshlangan, blog davom etsa. Koreya blogi, ha? Koreya blogi. Sultan Koreya deb qo'yib bersalar, xudo xolasa chiqadi. Reklamasi ichida ketyapti. Xo'p, sizchi? Xudo xolasa o'qib ishlab masalan planlar bor. Koreyaga o'qishga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham 1201 agencyani tavsiya qilgan bo'larmidinglar? Tavsiya qilamiz. O'quvchilarimni ham tavsiya qilganman, xudo xolasa o'quvchilarim. Siz o'qituvchisiz? Ha, o'qituvchi. Demak, 1201 agency Maqsad sari birgalikda. qanaqa hayajonlar o'tyapti? O'zi chet elda o'qish niyati kichkinaligingizdan bormidi yo yaqin yillarda tug'ilib qoldimi? Yaqin yillarda bo'ldi. Yaqin yillar. Hayajon bor. Chetga endi birinchisi olib ketyapmiz endi. Demak, birinchi marta parvoz qilishingiz hayajoningiz 2 barobar kuchli ekanda. Ha, shunaqa. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishingiz nima bo'ladi? O'qish, birinchi albatta do'stlar bilan uchrashish, yaxshi o'qish. Birinchi adashmasam aeroportdan tushib, keyin universitetga borish. Koreyaga borib birinchi qiladigan ishim oshnalar bilan ko'rishib. Birinchi qiladigan ishim travel bo'ladi, sayohat. Hamma shahariga borib, xudo xolasa aylanib. Koreyaga ketmoqchi bo'lgan do'stlaringizga ham agentsiyamiz tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, 100% tavsiya qilaman. Ha, albatta. 1201 agencyni tavsiya qilgan bo'lardim. Koreyada o'qish xohlagan do'stlarimga 1201 agency tavsiya qilaman. Albatta, shu paytgacha o'zi 2-3 o'rtog'imga, hozir tayyorgarlik ko'rayotganlarga maslahat berib, ularga motivatsiya sifatida aytib bo'ldim, chunki 100% ishonsa bo'ladigan va vizani aniq olib beriladigan agentlik deb hisoblayman. Ishonchli agensiyalar juda ham kam. Shuning uchun mana shu 1201 agensiyaga murojaat qilinglar. Yaxshisi, xudo xohlasa vizalarimizni olib berishsa, bir tensiz oxirida berdik pulini. Ishonchli. Ishlardan qanaqa hayajonlar o'tyapti? Birinchi marta parvoz qilishinglarmi o'zi? Hayajon. Ko'p hayajon. Qanaqa aytishim qanday? Meni orzuyim samolyotga chiqish edi. Endi birinchi chiqishim, taassurotlar ajoyib, hayajon kuchli. Shunaqa. Koreyaga borganingizdan keyin birinchi qiladigan ishlarim deb nimalarni maqsad qilib qo'ygansiz Birinchi o'zingizga? qiladigan ishim men Andijonda 5 yil futbol akademiyasida o'qiganman. Endi Koreyaga borgandan keyin Koreya futbol akademiyasiga borib ko'rmoqchiman. Agar o'yin yoqib qolsa, o'sha omadimni sinab ko'raman endi. Shunaqa. Rahmat, charchamang. Rahmat. Qaytib kelganingizdan keyin o'zingiz qanaqa tasavvur qilasiz?
yaxshi tasavvur qilaman endi. Baribir ulg'aygan bo'lasiz. O'zga qo'ygan 3 ta eng katta maqsadlaringiz qanaqa? Koreyada qilaman degan. Koreyada qilaman. Endi O'zbekistonga kelib qilamiz-da, Koreyada qilmaymiz endi xudo xolisa. Ichingizdan qanaqa hayajon o'tyapti? Ichimdan ko'p ko'rsatyapti. Misol uchun, endi birinchi marta ketayotganim uchun hayajon ko'p. Avvaldan Koreyada o'qiyman deb o'zga maqsad qilib qo'yganmidingiz? Orzu qilganmisiz chet o'qishda? Bir yil oldin уже nimalar orzular boshlandi. Keyin bitta oshnam o'sha 1201 dan qilganini aytadi, keyin men ham 1201 agensiyadan qildim. Dokument topshirdim. Mana ulg'aygan kunda umid bilan yaxshi niyat bilan safarga otlandilaring. Allohim sizlar yuzlarini yorug' qilib, hamisha o'zini panohiga olgan bo'lsin. Allohim hamisha qo'llab-quvvatlasin. O'qishlarimizni hamisha yaxshi o'qib, birgalikda chiroyli bo'lib, yurtimizni yuzini yerga qaratmay, bayroqlarni osmonga ko'tarib kelish nasib ro'zalar. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan qina azobannar. Hali hammasi emas. 9-mart kuni yana bir qancha o'quvchilarni Janubiy Koreya davlatiga kuzatish arafasidamiz. Bizni kuzatishda davom eting. 12 agensi. Maqsad sari birgalikda. Mana ko'rib turibsizlar, ota-onalar ham, o'quvchilar ham ko'p. Biz hammasidan ham intervyu olgani ulgurmadik, lekin o'quvchilar, ota-onalar energiyasi bomba bo'lyapti. Kayfiyatlari ham juda ham a'lo. Ularni parvoziga omad tilab qolamiz. Koreyada ko'rishguncha.